Bugun biz yangi maktab savollari qismini olamiz. Bugungi mehmonlar Nizamov va Abuzer. Biz esa qoidalarga o'tamiz va kabinetga kirib videoni boshlaymiz. Let's go. Ishtirokchilar uchun 35 ta savol tayyorlab qo'ydim. Birinchi 20 ta savolga to'g'ri javob bersalar 1 balldan beriladi. Keyingi 10 ta savol esa 3 ballli va oxirgi 5 ta jumboqlar uchun 5 balldan beriladi. Kim ko'proq ball yig'sa o'sha yutadi. Sovrinni esa sizlar aniqlaysizlar. Bu degani shu videodan 15 kunning ichida necha ming obunachi kelsa, shuni 200 ga ko'paytirib g'olibga beraman. Misol uchun 5 ming obunachi kelsa 1 million beraman. 10 ming kelsa esa 2 million beraman. Shuning uchun ham hozirgina obuna bo'lib, g'olibga yordam beringlar. Hozir prosta savol ball emas. Maktabda qanaqa o'qigansizlar? Mana bosib kerakmi? Xo'p, men 3-4 ga o'qiganman. Biz uchun o'qish muhim bo'lmagan, har doimgidek pul muhim bo'lgan. Поэтому hozir Malibu yuribsiz, tipo takoy. Da, takoy emas, takoy Malibu kichkina. Past podeskali Malibu bo'ladi-yu, shunaqa. Oy. Abuzer siz qanaqa o'qigansiz? To'g'risini aytsam, 7-sinfgacha yaxshi o'qiganman. 7-sinfdan. Ha, yaxshi edi. 7-sinfda kontur chiqqanmi deyman? Yo'q. Qarang, 7-sinfgacha yaxshi o'qiganman, keyin umuman o'qish yoqmay qolgan to'g'ri. Nimaga? Prosta yoqmagan. Maktab oldida kompyuterxona ochilgan. Biz ham bo'lishi mumkin. Okey, eng yoqtiradigan faningiz nima bo'lgan Nizamov? Xo'p, ingliz tili aksikda. Ingliz tili? Meni hamma bolalarning eng yoqtirgan fani ingliz tili bo'ladi-yu. Fizra emasmi takoy? Jismoniy tarbiya. Yo'q. Sport zalida qilamiz. Bugun auraga ishingiz shossi, brat. IELTS topshirganmiz? Yo'q. Ingliz tili ustozi shu yoqtiriladi. Bo'ldi, fani shu yoqtirilmaydi. Mana gap qo'yoqda. Har doim ikki qat bo'lib yuradilar. Bilasizmi, bir Har doim yosh bo'ladi. Abuzer sizda nima fan? Menda adabiyot menimcha. Yaxshi. Okey, boshlaymizmi bo'lmasa? Ketdi. Let's go. Birinchisi. Eng legendarniy turbinasiz GM mashinalar nima? Qaysi? Mashinasi eng legendarniy turbinasiz. Gentra? Yo'q. Turbinasi yo'q Gentrani. GM mashinalari. Bilaman, lekin emas. Siz uchun bu savol. Men uchun legendarniymi? Da. Nima aytsam bo'ladi? Da, ayting. Robot. Yo'q. Brat, turbinasiz legendarniy siz uchun savol davomida. Malibu. Da, brat. Malibu 2. Meniki 2 turbo, okey. Turbomi? Voy, balla. Yana amerikanskiy Malibu men. Bizaniki mana Malibuimiz O'zbekistonda chiqmagan. Keyingisi. Abuzer tepada 0-1-0. Bu takoy. Eng zo'r CS:GO bo'yicha streamer. Qayerda? O'zbekistonda. Abuzer? Sizning javobingiz bu, to'g'rimi? Da. Sizning javobingiz ayting. Babarello. Yo'q. Eng zo'r streamer. Men streamer, abuzer, streamer degani xarizmatiklik. Eng zo'r, brat, men o'zim xohlagan atletni. Давайте, ayting. Bilmadim to'g'risi. Ayting, brat, любой variant. O'zimmi? Yo'q. Briljiks. Yo'q. Aka-uka Zafar. 1-0 do'stlar, 1-0. Ustyukrukdagi eng crash bola kim? Maktab savollari cho'tki, maktab savollari. Deyilamiz savolim. Shahrozmi? Siz javobingiz. Давай. Azimchidan. Yo'q. No, da тоже, no bu javob emas. Ha, bo'ldi. Nizamov? Yo'q, bilin. Birinchi mana shunaqa javob bo'ladi deb o'yladim. Kamol G'affarov. Yo'q, Noir Nabiyev, do'stlar. G'alati bo'layapti bola. Aro Noirgacha namyoq qilyapti. Boshidan bildim. O'zingizga yoqqan deyapsiz. Bolalarga qanaqasiz? Ладно, endi real savol. Analitika qilib, men bu savolga javob topganman, okey? Analitika qilib, realni. Analitikada. O'zbekistonda eng zo'r streamer, realni hozir. Abuzer. Yo'q. O'zbekistonda eng zo'r streamer? Da. Fezot. Yo'q. Aka-uka. Yo'q. Aslanboy. Senator! Voy toza yedim. So'kmasda iloj yo'q edi endi. Do'stlar, birinchi minutda sizga zavod qilib beraman deb mashq savollarni qildim. Endi normal savollar bo'ladi. Men topolmasam ketargan. 5-savol hali 1-0 nimagadir. Rus youtuberlardan kim birinchi 10 million yig'di? Litvin. Yo'q. A4. Yo'q. No yaqin, shuni o'rtog'i. Legenda u, legenda. Anomasmi? XXL emasmi? Yo'q. Kabikovic. Yo'q. Ivangay. Hay, bilmaysizlarmi? Короче, do'stlar, uzr. Qiyin-da, не то вопрос. Da, qiyin. Ладно. Baxtli bo'lsin. 6-savol hali 1-0. Davay. Apalarini Ладно, fizika qalay sizlarda? Yaxshi bilasan fizikani? Fizikani yaqin o'rgandim.
Qanaqa temperaturada suv qaynaydi? 60 gradusda. Yo'q. 100 gradus. Da, правильно, yaxshi. 2-0. Abizir sizda prava bormi? Yo'q. Mashina haydamaysiz, ha? Yo'q, mashina haydashi bilan paramam yo'q lekin. Na haydab turasiz. Da. Pravasiz. Da. Shashka qilayotganda ozgina nito ketib qolsa, qo'rqib ketganingizda organizmingizda nima bo'ladi? Nima chiqadi? Dopamin. Yo'q. Adrenalin. Da, adrenalin. Adrenalin yo'q qoldi. Короче, ruschada tushuntirib beraman. Menga qiyin-da. Bu grazagrom bo'ladi. Chunki ovozdan ko'ra yorug'likning tezligi tezroq. Da. Birinchi bal. Billa, ужас. Momaqalla. Qaysi mamlakatlar bir vaqtda tipa одновременно ikkita materikda joylashgan bo'ladi? Tipa и даже bunda, и bunda. Qaysi davlat ikkita materikda joylashgan сразу? Rossiya. То есть Moskva. Rossiya. To'ppa-to'g'ri, brat. Legendasiz. Legendasiz Abuzir. Masalan, tushunmadim savol bo'ldi. Tushunmadingizmi? Ya'ni kartada ko'rganda dumalovda bilasizmi? U Tushunmadimmi? Qo'shmay qo'yaverayman bal. Qadr qo'shib. Inflyatsiya bu nima? Inflyatsiya bu o'ylashim bo'yicha davlat deylu ekonomikasi ketib qoladi, pul bilan qarachani bo'ladi. Disbalansga o'xshagan narsa примерно shunaqa deyman deb o'ylayman. Слишком aniq emas deb aytyapman. Aqli bu gapirmoqchi o'xshamay qoldi. Da. Mamlaqa sizdan ketdi-da, ozgina. Inflyatsiyaga uchragan deydi-ku, okey, gapiring. Короче, inflyatsiya men tushunishim bo'yicha qanaqa? Допустим, masalan 3 yil oldin dollar 100 dollar bo'ladi-da, etib 100 dollar olasiz-da, u допустим so'mga chaqqaningizda 800 ming so'm bo'ladi-da. Keyin qanchadir vaqt o'tgandan keyin ko'tariladi-yu. Yo'q, o'sha короче inflyatsiyani hisobiga, короче, tipa siz minusda bo'lmaysiz, tushundingizmi? Yo'q, emas, это рост. Maktab savoli o'zi. Brat, ekonomika degan anaqa bor. Конечно. Ekonomika dedim-ku men. Yo'q, fan shunaqa bor demoqchiman. Это to'g'ri javob emas. Hali bu yomonlik-da, bu qanaqadir. Da, это yomonlik. Это yomonlik. Plus kurs bilan aloqasi yo'q uni, okey? Hozir 100 dollar, oldin 100 dollar bilan farqi bor. Nima farqi bor? Давайте skip qilaylik, xohlasanglar, ila javob berasiz. Birligini qadri tushishimi? Da, qadri tushishi. Итак, do'stlar, 11-savol. Abuzir siz bilishingiz kerak buni, naverna. Chunki sizga moslashtirib bitta ikki savol qildim, endi abuzirga. Qaysi hayvon oyoqda turib uxlaydi? Osing? Osing? Jirafa. Yo'q. Ot. Da, именно. Qashqadaryolik uchunmi bu savol? Bu ham naverna siz uchun ozgina kontrolnistmisiz? Nizami? Da. Без брони hayeshka maksimum necha uron qiladi? Bronyasiz maksimum. Qayeshka? Da. 2. Haye, brat, tipa granata. Meni o'rnimga berib qo'yaverasizlar, men O'ldirish mumkin 100% oladi. Нет, Oladi. o'ldira olmaydi, brat. O'lganman hayeshkada. Brat, hozir kompyuterimni ochaman. Men qarang, bitta hayeshkada hech qanaqa o'q tegmasdan bez bilan Manam boshiga o'ldirganman. tegib o'lganman. Qarang, boshiga tegsa -2 bo'ladi-da. 98. Yaxshi. Logikangiz ishladi kerakli joyda. Birinchi majorni CS:GO bo'yicha qaysi komanda yutdi? Voy, men ham bilmayman uni, g'alati. Men CS:GO faqat simpledan boshqasi men bilmayman. Xohlasanglar skip qilamiz. Bitta variantim bor. Davay. Astralis. Yo'q. Telefon qilsa bo'ladimi shuni? Ha. Bosib telefon qiling. Okey, nomeringizni ayting. Nizam hozir juda aqlli xod qildim, meni operatorimga telefon qilyaptilar. Anaqa o'chib qolgan ekan. Okey, qaysi anaqa? Нет. Неправильно yutqizdik, anaqa esa. Ketsan beratriz, okey, to'g'risi. Xalaqit qilyapti hammaga. Yana bitta imkoniyat bor. Google dan so'raymiz. O, bosing, давайте. Virtus Pro. Yo'q, nimadan Google qilyapsiz, brat? Endi meni galim. Bo'ldi, ikkita bo'ldi, это skip, brat, ikkitadan imkoniyat qildinglar. Bitta ayting, Fnatic so'rang. Fnatic. Manda mana ChatGPT down yibani. Mana Virtus Pro emas. Emas degan ekan. Fnatic deb qo'yibdi. Voy, oxirigacha o'qimadim, bayt qilibdi bu. Birinchi CS:GO major chempionatini yutgan jamoa Virtus Pro emas, balki Fnatic jamoasi bo'lgan. Voy, Virtus Pro deb o'yladim. Bu savolni ham o'zim to'qidim. To'qimagan. Yoqmasa uzr. GM mashinalardan Malibudan oldin yuradigan tipa Malibu eng tezi bo'lsa, misol uchun Malibudan oldin eng tez mashina qaysi bugungi kunga? Onyx. Legenda. Сразу bildingiz. 504. Yaxshi. Black Piano degan so'z nima degani вообще? Mashinani, короче, nikel anaqa elementlarini qoraytirish. Yaxshi. Такой mazza qilaman. Mana savollarni berib, abuzerni bashar sexini mazza qilaman. Okey, dальше. Futbolni yaxshi bilasizmi? Ko'rasizmi? Jaunchalik emas. 2022-yilda jahon chempionati qayerda o'tgan? Moskva. Telefon qilmoqchiman. U qildingiz o'sha Google Sam bor. internetdan. Brat, lekin qarang, siz 3 balli savolda ham ishlatishingiz mumkin edi, lekin o'sha ishlatdingiz. Qatar.
Yaxshi. Keyingisi bu kichkina jumboqcha. Adamning o'g'illari bor, lekin bu meni akam emas. Kim bu? O'zi Da, absolutno, to'g'ri. Chotko. Bosinglar pobraschiya, effekt bermayapti-da, tipa. Tak, ладно, YouTube ko'rasanmi? men ko'rmayman. Kamdan kam ko'raman. Hozirgi vaqtda Baburalo kanalida oxirgi video nima? Aqrolixonov bilan video bo'lgan. Yo'q, emas. Bormi variant? Okey, podskaska beraman, kontakt show. Хотя бы kim bilan ayting, ball beraman. Gambit bilan. Yo'q, Zafar aka. Bo'ldi. Ball berilmaydi. Ketdimi oxirgi savol, bitta ballli oxirgi savol. Eng katta hype qilgan suv mahsuloti qaysi? Yes! Da, aka o'tir. Rahmat. Tak, ballda to'shta berish kerak. Tak, do'stlar, 3 ballli savollar boshlanyapti. Bundan oldin sizlarga savol, hozir bonusga emas, aniq ochkoga emas, prosta eng qiziq maktabda voqealarni aytib bering. Qanaqa voqea eng qiziq bo'lgan maktabda? O'rtoq uzr, otingni aytib bermaydi. O'tirimiz. Katta tanaffusdan bitta oldingi anaqa ikkinchi darslikmi bo'lardi, soat bo'lardi. O'tirimiz, katta tanaffus bo'ldi. Biz normal gaplashib yo'q qo'yamiz. Bir payt o'rtog'im chiqdi yig'lab. Chiqdi-da, ustoz qarab oling dedi. Ketishdi keyin. Qarachi u bola nima qilgan? Darsda ustozdan xabar bo'lgan, chiqib ketgan. Keyin poylaga borganda qarasa bola futbol o'ynayotgan bo'lgan. Borgan men ham o'ynay degan. Mana aka, sen o'ynaysan degan u boyadagi bola. Yo'q, aytmayman degan. Urushib ketishgan, ana bola 3 tasidan kalta yegan o'tdi. Shu darajada kalta yeganki, ichi ketib qolgan bolani. Voy. Tualetga yugurayotgan paytda ichi zinada ketgan javozmi? Shundan uyalib, ustoz chaqirgan, xalqqa borishgan keyin. Bir oychami maktabda qizarib, qarachi kelib keladi, yo'q, bu maska pastga. O'shandan keyin laqabi paket bo'lgan. Chunki ustoz kelganda paket bormi degan narsani olishi. Paket uzr ming bor, jigari. Psixologik travma bo'libdi. O'zini o'ldiradi paket bu videoda. Bizlar bormi qanaqadir voqea? Endi kompyuterxona bilan bu aytganingiz esimga tushib qoldi. Короче, matematika darsidan qochib, kompyuterxonaga kirganmizda, короче, ustoz uzoqdan ko'rdik, toshda kelyapti kompyuterxonaga qarab, hamma bekini bu yoq bu yoq qildi-da, men partani boshqa stol tagiga kirib ketdim-da. Короче, kurtkam yopib olganman-da, shu ko'rmaslik uchun-da. Ustoz chiq desa, basharasiga qaraman-da, men как будто ustozni ko'rmagan. Eslab qoldi-da, bo'ldi shu bilan bo'ldi. Ладно, biz endi 3 ballli savollarga o'tamiz va buning uchun bizga lokatsiya o'zgartirish kerak. Biz keyingi lokatsiyaga o'tamiz. Qaysidir payt qornim ochganda maktabni savoysiz emas, boshqa qayerdandir ovqat yeyim keladi, lekin maktabdan chiqib ovqat olib kelishga vaqt bo'lmaydi. Shu payt esa Volt ilovasidan zakaz qilishingiz mumkin. Darsingizga точно kech qolmaysiz, chunki Volt ilovasida eng tez dostavka. Adres qo'yganingizda точно adashib ketmaysiz, chunki Volt ilovasi juda qulay va tushunarli. Sizga maktabga beradigan pulingiz точно yetadi, chunki Volt ilovasida katta aksiyalar va chegirmalar. Misol uchun Dodo Pizzada 1+1 aksiyasi sentabr oxirigacha mavjud. Bu degani cheddar pizza, double chicken va Arriva pizzalarda bittasini olsangiz, ikkinchisi podarkka keladi. Bunaqa aksiya bilan 4 ta bola bo'lib turib, 100 ming so'mga 2 ta pizza olasiz. Pizzaning yarmi sizga atigi 25 ming so'mga tushadi. Bunaqa narxlarni men umuman ko'rmayapman. Bunaqa loyihalarni Volt ilovasi bilan ishlatinglar. Tak do'stlar, biz hozir yangi lokatsiyaga o'tdik. Keyingi savolimiz ozgina takoyski. Kamerani ursindirish. Yo'q, hozir fizra emas. Odamning tanasida nima 7 barobar kattalashishi mumkin? Kattalashishi mumkin? Soch. Yaxshi variant yo'q. Yo'q, emas. U ham kattalashmaydimi? Jun. Ha? Jun. Yo'q. Oxirgi variant. Iminni o'g'il bolanimi? Yo'q. Qizlari ham? Da, mana shunaqa dedim-da hozir. Tana a'zolari ham bo'lishi mumkinmi? A'zolar? Yo'q, внешне это. Burun? Yo'q. Ko'z, zrachok. Reально shunaqa kattalashadi? Da, такой свет o'chsa, qorong'i bo'lsa, mana ketadi-yu. O'g'il bolam demaydi, odammi, onasini emsa. Kontent qilaman. O'g'il bola juda o'ylayapman. Hozircha Nizomoda 7, Abuzerda 6. Qaysi avtomobilda motor bor, lekin выхлоп, kapot va ballon yo'q? Avtomobilmi u? Da, tipa avtomobil, mashina, именно biz haydaydigan mashina emas. Sud yuradigan anaqa bor. Sud yuradigan nima, lotkaga o'xshagan narsa bor. Karter. Qo'yishadi. Kema, da. Karter-da. Shu. 8-6 emas, brat, 3 ball уже. 16. Nizom oldinga chiqib ketyapti, yesi что? 1 milliondan 1% mi yoki 100 mingdan 10% mi? Ha, bir xil. Da, yaxshi. 13-6 comeback bo'ladimi bu? 5 balli ham bormidi hozir? Bor. Ha, bo'ldi, chokam. Qaranglar, bu smikalkaga qiyin вопрос. Hamma ham bilmaydi. Zadание bu, okey? 5 sekundning ichida 5 ta Twitchdagi zapretkan aytib chiqish kerak. Easy. Давай. Neger, Peter, 911, Hitler, tak, down. Yaxshi bilib oldim. Sorry, просто zavod uchun savol edi bu. 13-9 men kayf qildim deb bu savollar real. Endi hozir real o'ylanish kerak. Mashina 125 km/soat tezlik bilan ketyapti.
1000 kilometrni necha vaqt, necha soatda o'tadi? 10 soatda. Ответmi bu? Ответmi bu? Brat, cho'zi, mendan javob eshitib, abuzir siz ekansiz. Siz Bitta savolni qaytarib yuboring. 125 km soatda mashina ketyapti. 1000 kilometr necha soat o'tadi? 1.25. 1 Yo'q. soat 25 minut. Yo'q, 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 yo'q. Где-то 7-6 soatda примерно bo'lishi kerak. Это ответingiz. Da. Yo'q. 8 soat. 8? Da, 13, 12. Yaxshi ketyaptilar hozir. Bir odamda 4 ta o'g'il bor va har bitta o'g'ilda opasi bor. Shu odamda nechta bola общий? 8 ta. Ответingizmi bu? Da. Yo'q. 5 ta. Nimaga? Hammasini opasi bitta bo'ladi-yu. Yaxshi. 15 13, 15 13. Bitta yetsangiz o'tib ketasiz, ha, tushundingiz, ha? Da. Twitch'dan bering savol, CS:GO'dan bering. Eshitinglar. Eshityapmiz. 27-savol. Odam 27 yoshida bola tug'ildi unda. U odam necha yosh bo'lishi kerak, чтобы bolasidan 2 barobar kattaroq bo'lishi uchun? Bunaqa bo'lmaydi. Bo'ladi. 27 yosh baland bo'ladi u odam. Adasida 27 yoshida bola tug'ildi. Adasi necha yosh bo'lishi kerak, чтобы bolada 2 barobar 54. Krasava, nima o'ylanib turibsiz, brat? 54? Oddiy savol, da. Da bilan 2 ga ko'paytirsa, всё. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mana, misol uchun men 24 yoshman. Tak. Men har doim bo'laman 24 yosh katta bo'laman. Siz 48 12 yoshda bo'lsangiz, tipa. siz 48 bo'lsangiz, bolangiz 24 bo'lsa, 2 barobar ko'proq bo'lasiz. Ketdim uyga to'g'risi. Raddom savollarimi? Nimani o'zini nomi bilan aytsangiz, u yo'qolib ketadi. Qatga yo'qolib ketadi. Hozir, tipa, mana shu narsani aytsangiz, tipa og'zingiz bilan aytsangiz, u narsa yo'qolib ketadi. Yo'q degan so'z. Yo'q. Nimani o'zini javobi bilan aytsa, yo'q bo'lib ketadi. Bitta qaytaring savolingizni. Nimani o'zini nomi bilan aytsangiz, u yo'qolib ketadi. So'z? Yo'q. Nimani o'zini bashol so'zi bilan aytsa, idin bo'ladi. Savol. Yo'q. Kip qilaylik, iltimos, men ham Ha, keyingi savol bo'pti. Siz oxirgi imkon qilmaysizmi? Hozir qilaman. O'zini nomi bilan aytsa yo'q bo'ladi. Yo'q bo'l. So yo'q bo'ladi. Mayli, farq bo'lmaydi, baribir bo'lib ketadi. Til. Til? Yo'q. Sukunat. Jim turasiz-ku, потом tishina desangiz, o'zi jimlik yo'q bo'lib ketadi, tushundingizmi? Zo'r ekansiz. Voy. Zamon kam ko'z tegmasin. Hali ham 18 u 13. Bu o'risda o'zi. Qordi, o'zi. Sukunat. Ketdim. Ertalabdan ko'chaga chiqsangiz, bu narsa sizni qo'llab yuradi. Soya. 16 yu 18 abuzer. Do'stlar, oxirgi 3 balli savol. Xo'p. Kirganda quru bo'lib kiradi, olib chiqqanda Non. yo'q. Olib chiqqanda ho'l bo'lib chiqadi. Tipa, qatga, to'xtang. Bu вообще savol, bu narsa tipa qatga kirib chiqish kerak, чтобы это произошло, tushundingizmi? Quloqga qo'l Bassenga tiqqanda. sakridiya bo'ladi. Da! 5 olasiz, aka. Quloqga qo'l tiqqanda dedim. Quloqingizdan nimalar quvvat olga surmasa agar. 18 u 19 comeback bo'lyapti. Qaranglar, hozir 3-etapga o'tamiz. Undan oldin bitta savol bor sizlarga. Agar bloger bo'lmaganingizda kim bo'lardinglar? Dizayner, 3D dizayner bo'lardim. Arxitektordan. Sizchi? Men o'zi izначально dizaynerman. Hayotdan yaxshi quraman. Grafический dizayner. Ya grafitskiy 3D, after hammasini bilaman. Prevyuni o'zingiz qilasizmi? Erinaman. Erim qolasiz. Pul bo'ladi-yu o'zi qo'lingizda. Yerinasiz qarang. Mana do'stlar, biz hozir 3-etapga o'tamiz va bizda hozir jismoniy tarbiyaga aloqalangan zadaniyalar bo'ladi. Let's go. Tak do'stlar, hozir kim yutsa 5 ball. Bilmamiz deya qola. 18 19 to'g'rimi? Bitta balga yutqizyapman. Da, bitta ball yutsa. Hozir mashqdan birinchi liniyadan Aha. kimdir, bittadan otasiz, kimdir tushirib, ikkinchi tushirmasa, Hop. shu yutqizadi. Boshlab berasizmi? Soatli. Oy. Yaxshi. Suba, bratik. Qo'lim qiyshiqda, aka, iltimos kechiring. Nuka. Plus aura. Tushdi. Oh, xo'p, men bilyapman o'sha, o'lchyapman, xo'p. Suda. Yaxshi, 5 ball. Aha. Hozir sizda 23 u 19 bo'lyapti. Jangler. Voy, eng yomon ko'rganim u. Ya'ni qila olmayman hamda. Qarang, bo'lmasa mana bu variant bor. O'rtada turamiz, koptonni tepamiz, mana shu bir kvadratga tiqish kerak. Qadrli futbol ixlosmandlari, mana hozir Nizamovdan udar. Bu bayt bo'ldi. Siz bilan Nizamov Pepsi. Maydab savollar dilay, savol emas u. Jismon tarbiyasi olib ketdi. Demak, bekorga keldim, to'g'risi. Do'stlar, 1 minut ichida kim ko'proq ursa, to shu yutadi. Tayyormisizlar? 1 2 Vaqt qo'yasanmi? Da, 1 2 3. 1 2 3 4 5 Tugamasa yana 1 minutda.
1 minut, 2 minut. Все, bo'ldi. Necha? 190, 240 ta. Da, примерно shunaqa, примерно emas, ну типа 10 ta deb sanavdim-da, 240 ta, brat. Qanaqa 10 ta sanaveradi? Bo'tda, brat. Uverenna, yetib ketyapsiz. Короче, mamnaqadan ketdi-da, yo'qda, qarang. 270 ta devormayman. Mamnaqasidan ketdi-da. Tirqba. Oz do'sa shot 29 u 28. Прикиньте, juda yaqin ketyaptilar. Takoy jang ssenaristi qo'lini o'paman mana shunaqa ketgani uchun. И oxirgisi do'st. Bam. Bugun spetsial sport magaziniga kirib hamma narsani olib chiqdim. 1, 2, 3. 1 minut ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oy! 19 ta, brat. Ozgina shoshib ketib, ошибка qildilar. Все, Nizamo yutdi. Yo'q. Qoch narxi. Omad tilisizmi yo'qmi? Omad aka, omad, Do'stlar, davay. eslatib o'taman, hozir kim yutsa, agar abuzer 19 dan ko'p qilsa, to g'olib bo'ladi va necha ming obunachi kelsa, shuni 200 ga ko'paytirib kartasiga tashlab beraman. Поэтому hozirgina obuna bo'lib, g'olibni podдержка qilinglar. Tayyormisiz? 1, 2, 3. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Abuzer! Men yutqizishimni, kelganini bilgandim. Ajimani qo'shmaysizlarmi? Yutib ketardingiz. Shu joyda do'stlar biz videoni tugatamiz. Abuzer legendarniy qilib Qo'lingizni olib qo'y aka, addishi. comeback bo'ldi. Ana pulni esishdi hali qolamiz. Obunachilaringizni nimadir aytib ketasizmi? Anaqa, suv yoqildi mana. Hammaga omad tilayman. Xo'p, Bobur Relon podpischiklari, men sizlarni hali tanimayman-ku, sizlar meni tanishinglar mumkin. Agar tanimaganlar bo'lsa, men yaxshi bo'laman. Meni ham qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi va men sizlarni yaxshi ko'rishni boshlayman. Bosinglar gazini. Yes, Abuzer. Nima deymiz? Baxtli bo'lsin. Podpiska bo'linglar, Baburelloga pulni ko'paytirib, Samandaraga bilan bo'lishib toqqa ketamiz. Ana, ikkalamizmi faqat? Sardorga uni moshlasdi. Ana. Do'stlar, men bitta oxirgi video chiqdi, men bitta esa sizlarga yoqqan video chiqishi mumkin. Поэтому hozirgina o'tib ko'ringlar va sizlar Baburello YouTube kanalida edinglar. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Pashon.